Assalomu alaykum bizni YouTube platformasida kuzatib boruvchi obunachilarimiz va obuna bo'lmasdan kuzatayotgan O'zbekiston xalqi. Obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Sizlarga yangiliklarimizni chiqarishda davom etamiz. Like bo'lsin, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib o'ting. Videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimizga polnisdan video qilib obzor qilib beramiz. Vafinitsalardan va shikolat fontanlarimizga yangilik. Vafinitsalarimizni har turligidan sotuvda mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Video davomida qo'yib o'tamiz. Konditor sohasi bo'yicha, oshxona sohasi bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Bizda mana bunaqa pishiriq listlarimizdan sotuvga kelgan har turligidan mavjud. Ko'rishingiz mumkin. $7 $14 sotuvda mavjud. Yana bir narsa, akalar, opalar, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, bizga pul muhim emas. Bizga birinchi o'rinda sifat degan, ya'ni o'zini qadrlovchi akalarimiz bo'lsa, ya'ni mijozlarimizga sifatli bo'lgan mana shu tomon polnisda konditor pechkalar bo'ladi mana. Bir listlidan, ya'ni mana bu bir listlidan boshlab 2, 4, 6 ketaveradi. Garantiyali pechka xohlaganlarga mana shu tomonda polni garantiyali pechkalarimiz va mikserlarimiz sotuvda bor va xamir qorg'ichlarimiz bor. Kimga qanaqangi yo'nalishdagi biznes uskunalar kerak bo'lsa, telefonlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Albatta aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Keyin har kompaniyasi ishlab chiqarilgan Novoch akalarimizga xamir qorg'ichlarimiz kelgan va prannik biznesi bilan shug'ullangan akalarimiz bo'lsa, nachinkani ichini o'zini avtomatiskiga quyib uzib beradigan prannik apparatlarimiz kelgan va konveksionli pechkalarimiz sotuvda. Mana ko'rib turing. Do'konimizda juda katta assortimentlar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Tomonimizda Shumma firmasiga tegishli pechkalarimiz. Shumma ham o'zini yarasha mijozlari bor. Sotuvda mavjud. Kelaverasizlar. Yo buyurtma qilsani 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Uskunalarni batafsil yoritib berishga harakat qildik. Kimga qanaqangi biznesga oid, ya'ni oshxona deysizmi, konditor sohasi bo'yicha deysizmi, aloqaga chiqing. Bizda birinchi qo'l va sifatli. Birinchi o'rinda ko'p mijozlarimizga tavsiya ham beramiz, gapirib o'tamiz ham. Birinchi o'rinda akalar, opalar, shu soha bo'yicha ishlayotganlar sifat birinchi o'rinda. Pulga qaraydigan bo'lsangiz adashib qolasiz. Konditor sohasi bo'yicha, qanaqa sohasi bo'yicha? Bemalol telefonlarimizni qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.